avtotest vojдение imtihonlarida 12 ta mashqni 16 minutda bajarib berish shart. Shu 12 ta mashqdan sizga bitta video darslik qilib sizga qo'yib boraman. Yana uzun boshladim. Ikkinchi yo'li limen toqildi. Uchinchi yo'li yon oyna qismimiz o'zimizga udobli yo'g'ishini qarab olamiz. To'rtinchi bo'lib stepleniyamiz. Обязательно kabelimiz stepleniyamiz zavod oladi. Mexanika kabellarimiz hammasi stepleniyamiz zavod oladi. Stepleniyani bosdik. 1, 2, 3 zavod qildik. Stepleniya qo'yib yubordik. Siz hozir tayyorsiz imtihonga. Mas'ul odam keldi, so'radi, tayyormisiz dedi. Tayyorman dedi. Startni bosing dedi. Startni bosganingizdan keyin ruchnoy rechakda birga urib, qo'l tormozini tushirib, pavorotni chapga yoqamiz. Ma'nosi mahalladan katta ko'chaga chiqib ma'no bildirish shart. Orqa balon o'tganda pavorotni o'chirish shart. 30 sekundcha pavorotni o'chirmasangiz 5 ball jarima beradi. Ikkinchi mashqimiz mashinamiz bilan palasamizni 1 metr nazor bo'lish shart. 1 metr masofani ichida to'xtash shart. 1 metr masofadan uzoq to'xtatsangiz 5 ball jarima. 1 metr ichida to'xtab berish kerak va 5 sekund turib peshxod o'tda nazarida yurib ketishimiz shart. Palasamiz bilan mashinamiz kuzovini masofasi 1 metr bo'lishi shart. 1 metr ichiga ham to'xtasanglar bo'ladi, faqat kuzovimiz palasani ustiga chiqib qolmashi kerak. Kuzovimiz palasani ustiga chiqib qolsa 100 ball jarima olamiz. Xo'p, istakadagi 1 metr to'xtaganimizdan keyin tormoz stepleniyani bosib to'xtatamiz. Chap oyog'imiz stepleniyani sekin ko'taramiz. Vibratsiya hosil qiladi. Chap oyog'imiz обязательно tovonga turishi shart. Chap oyog'imiz tovonga turishi shart. Vibratsiya hosil qildi. Chap oyog'i toshga qotiramiz. Tormoz sekin qo'yamiz, mashinamiz o'zi chiqadi. Agar mashinamiz o'zi chiqmasa, siz gaz bilan ozroq qarashib olasiz. Qondagi 4-mashqimiz 90 gradus xavfli burilish, chapga va o'ngga. Shu sariq liniyaga kirganingizda 2 minut vaqt beriladi. To sariq liniya chiqqunicha shu mashqni 2 minutda bajarib berish shart. Hop. Kapotimiz oldi qismi palasamiz yopilganda rul oxirigacha chap qo'l 1.5 oborot turamiz. Mashinamiz to'g'ri bo'lguncha stepeniya yarim urishib turamiz. Ozroq tormiz, mashina tezlashdan ketmasga sekin topib qolmash kerak. Hop. Yon oyna bilan ishlaymiz. O'ng qo'l oynamiz sariq palasaga to'g'ri bo'ldi, ili ochadigan ruchkamiz oq palasaga to'g'ri bo'lganda rulni 1.5 ta oborot o'ng qo'lga buramiz. Va shu holatda rul ushlab turamiz. Hal to'g'rilamiz. Stepeniyani yarim oborot ko'targanimizda mashinamiz orqa balon palasani bosmagan holda burildi va oldi qismimiz bosmaydi. Mashinamiz to'g'ri bo'ldi, ikkita bir rulni qaytarib beramiz. Imtihonda chorrahamiz 5-mashq hisoblanadi. 5-mashqda 4 ta setofor ham to'xtab berish. Qizil, sariq, yashil chirog'imiz miltillaganda to'xtashimiz shart. 1 metrdan uzoq to'xtasa 5 ball jarima. 1 metr ichida to'xtab berishimiz kerak. 1 metrda masofani ko'pchilik olishda qiynaladi. 1 metr masofamizni yon oyna qismimiz o'tirgan holatda yelkamiz eshikka tegadi. Yon oyna qismimiz palasamizda. Yon oyna qismimiz tagi palasamizga to'g'ri kelganda to'xtaymiz. 1 metr masofa hisoblanadi. Setoforimizda sariq, qizil va yashil miltillovchi chiroqlar uchog'i ham 100 ball jarima beradi. 6-mashqimiz zigzag mashqi. Zigzag mashqda ikkita yo'l bo'ladi. Birinchi yo'nalishi bizaniki, ikkinchisi gruzovoy mashinaniki. Bizaniki deganda bir toifa tushunamiz. Bir toifada birinchi qo'l bizaniki, o'ng qo'l bizaniki. O'ngga burilganda va yana o'ngga burilish kerak, to'g'riga yurmasdan. Ko'pchilik shoshgan holda to'g'riga o'tib ketib 100 ball jarima olib shunday yiqilishyapti. Rulimiz bitta kuruk bo'lgan holda ushlab turamiz. Kapotimizda palasamiz yopiladi. Rulni sekin chapga qaytara boshlaymiz. Oldimizdan ikkita oq sariq to'siq polni yopilganda rulni 1.5 ta oborot chapga burdi. Palasamiz bosilmagan holda burilyapti. Mashinamiz to'g'ri bo'lib, bitta kuruk qaytarib berdi. Ikkinchi kurugimiz qoldi. Ikkinchi kurugimizda kapotimiz yopilaveradi. Biz rulni yo'l bo'ylab olib chiqib ketaveramiz rulni. Kapot yopilaveryapti, rulni olib chiqib ketaveramiz. Rulimiz tekis bo'lib to'xtadi. Kapotimizdan palasa yopiladi. Oq palasa yopildi. Rulni o'ngga beramiz. Mashinamiz to'g'ri bo'lganda ikkita bir qaytarib beramiz. Qondagi 7-mashqimiz tupik garaj hisoblanadi. Tupik garajda sariq liniyadan o'tganingizda 2 minut vaqt beriladi. Tupik garaj mashqini 2 minutda to'g'ri bajarish uchun sizga eng zo'r fishkalar o'rgataman. Imtihonda samimi glavni to'g'ri kira bilish kerak. Garajda 30 sm masofani olish kerak. Chap qo'l garajga yaqinroq, chunki qo'l garajimiz chap qo'lda yaqinroq olishimiz kerak. Bu birinchi fishkasi. Ikkinchi fishkasi balonimizni oldi to'siq sariq palasaga yaqinroq olib kelishimiz shart. Siz sekinlashib kelganingizda yelkangiz eshikka tegib, sal boshda qiya holda olib kelganingizda oldi sariq palasangiz
yon oynangiz bilan ochadigan ruchkangizni bir qarsh masofada turishi kerak. Orqaga yurganimizda chap balonga e'tibor beramiz birinchi. Chap balon palasani bosmasdan kirish kerak. O'ng qo'lga e'tibor beramiz sirasi. Chap balonimiz kirdi. O'ng qo'l orqa balonimiz ham palasani bosmagan holda kirish kerak. Mashinamiz yon oynamiz palasiga to'g'ri bo'ladi. Orqa balonimiz sariq palasam tekis bo'lganda to'xtaymiz. To'xtadi. Xo'p. Endi rulni ikkita оборот qaytarasiz. Orqa balonimiz oq palasiga chiqqanda to'xtab bo'lasiz. Fiksatsiya qildi. Sirazi birinchi skorsga uramizda oldiga yuramiz. Ruchkamiz tashqaridagi oq palasiga to'g'ri kelganda, mana как будто sizga to'g'ri kelganda, yo'qsa yon oyna sariq palasiga to'g'ri kelganda, rulni dakansa o'ngga burib, seplinani ko'tarib chiqib ketasiz. Shunda hech qaysi palasani bosmagan hisoblanasiz. Rulni ikkita oborot to'xtab, qaytarib, yo'l berib, oldi kapotingiz yopilgan, yana o'ngga buramiz. Shu bilan ikkinchi mashqimiz tugadi. 8-chi mashqimiz 1 metr masofada temir yo'lda to'xtab berishimiz kerak. Temir yo'l kesishmasda stop znakda 5 sekund vaqt ichida turib, dalish yo'limizni davom ettiramiz. Temir yo'l kesishmasi. Unda 1 metr masofa to'xtab berib, 5 sekund tura bilish kerak. Böyle. 9-chi mashqim tezlanish bo'lagi. Tezlanish bo'lagida 20 dezot 40 dan past yurish kerak. Znakka yaqinlashganingizda o'z ikkinchi skorsor gazni berasiz. 20 dezot 40 dan past yur degan znakka ikkinchi skors urib tezlanishni boshlaysiz. 20 da ziyod o'tishingiz kerak. 22 tezlikka chiqasiz. 22 tezlikka yarim olg'igacha gaz berdingiz. Undan oyog'iga sekinlashni boshlaysiz. Znakimiz yana 20 dan kam yur degan znakka yaqinlashib, birinchi skorsdan o'tib ketasiz. Tezligingiz kamaygan bo'lishi shart. 20 dan past yurishingiz kerak. Palashatkani общий tezligi 20 dan startga kirganingizda 20 dan kam yur degan znakda 15 pataloq yura olasiz. 15 dan ziyod tezlashdingiz, 20 ball jarima. Bugungi mashqimiz 10-mashq, avarin situatsiya. Tezlanish bo'lagimiz tugaganda to parallel parkovkacha bo'lgan masofani xohlagan joyda robotimiz opozit qiladi. O'zi imtihonda tablomiz monitorni chiyillaydi. Chiyillaganda to'xtab bermasak 100 ball jarima, 3 sekund ichida avarinkan yoqmasak 20 ball, 5 sekund turamiz. 5 sekund turganda avarinkan o'chirib ketmasak 10 ball. Birinchi mashqimiz parallelniy parkovka. Parallelniy parkovka 2 minutda bajarib berishimiz shart. 2 minutda uspet qilmasa 20 ball jarima olamiz. Avarin situatsiyadan keyin 11-mashqimiz parallelniy parkovka. Parallelniy parkovkada birinchi qiladigan ishimiz ikkita palasani ichiga palasa bosmagan holda mashinamizni ikkita palasani to'g'rilab olamiz. Ikkinchi qiladigan ishimiz mashinamizni palasani zazorini 30 sm olamiz. Yaqinlashib ketmaslikka, uzoqlashib Xo'p. O'ng orqa balonimiz garajning boshlanishidan ozroq 30 sm o'tish kerak. Primerni hech kim qarishtirib, hech kim o'lchamaydi santimetrni. Xo'p. Mashinamiz bilan palasani 30 sm, balon 30 sm o'tdi. Birinchi qiladigan ishimiz zadniga uramiz. Ikkinchi qiladigan ishimiz rulimizni dakansa o'ngga olamiz. Orqa o'ng qo'l balonimiz bilan ishlaymiz. Orqa o'ng qo'l balonimiz sariq palasani ustiga chiqquncha yuramiz. Sariq palasani ustiga chiqqandan to'xtaymizda ikkita oborot qaytaramiz. Balonni fiksga olamiz, chap palasaga e'tibor beramiz. Orqa balonimiz chap palasani sariq palasani ustiga chiqqandan keyin to'xtab, rulni chapga oxirigacha buramiz. O'ng qanotni ishlaymiz. To mashinamiz oq palasani ustiga parallel bo'lmaguncha orqaga yuramiz. Orqa balonimiz tekis bo'lganda to'xtaymiz. Zafiksировать qildi. Agar sizlarga o'xshamayapti, например, ko'pchilikda shoshib qolganda o'xshamay qoladi. O'xshamay qolganda 3 ta balon kirdi, bu mashqni to'liq bajarmadi, 20 ball jarima beradi. Xo'p, agar siz to'liq bajaraman deb 2 minut ichida kirib chiqaman deb 2 minut yo'qotib qo'ydingiz, 20 ball jarima. Kirib chiqaman deb siz palasani ezib qo'ysangiz 100 ball jarima. Lutchi o'xshamayaptimi? 3 ta balon tiqish kerak, chiqib ketish kerak, 20 ball jarima. Sizda o'xshamayapti. Orqacha yurganingizdan keyin orqa 10 balon sariq palasiga kelib qolsa, sariq palasani bosdi 100 ball jarima. Shuni bosmaslikka harakat qilishingiz shart. Xo'p, rulimiz qay holatda kirdi, shu holatda chiqib ketamiz parallel parkovkadan. 12-mashq finish. Biz imtihonni yakunladik. Men imtihondan o'tdim deyish uchun bizning profilga obuna bo'lib, biz qo'ygan mashqlarni kuzatib boring.
finishimizda ikkita yo'nalish bor. Birinchi yo'nalish o'ng qo'limizda SD, avtobus va gruzovoy yo'li. Ikkinchisi B toifa. Bizaniki B toifa pravoz bo'lgani uchun B toifadan chiqamiz. Agar pedagog C toifadan chiqib ketsa, 100 ball jarima. Xo'p, B toifadan chiqib ketamiz. Yon oynamiz to'siq qismiga to'g'ri kelganda rulni o'ngga buramiz. Finishga 2 metr qolganda o'ngga pоворotga chiqib ketamiz. Mana o'sha chiqqanda parkovka qilib qo'yasiz. Pоворotlikda yoqmasa 5 ball jarima. Xo'p, chiqayotganda ham yonimizdagi ikkita splashni bir-bir palasani bosishimiz taqiqlanadi. Bir-bir palasani bossa 100 ball jarima. Finishimizda 16 minutdan kimdirki kam qolgan bo'lsa, bu orqa balon chiqqanda pоворot o'chadi. Bu siz o'zi finish imtihon topshirib bo'lgansiz hisoblab beradi. Imtihonni topshirib bo'ldik.